DNK fragmentida 20 ta guanin bor bo'lib, shu DNK fragmentidagi adeninlar jami nukleotlarning 10% tashkil etadi. Adeninlar sonini toping deyilgan. Demak, biz birinchi bo'lib foizdan ketamiz. Adeninlar 10% bo'lsa, timinlar ham 10% bo'ladi. Shunda guanin va sitozinlar 40% dan bo'ladi. Bu yergacha tushunarli. Endi mana bu guaninimiz 20 ta ekanligi berilgan. Mana bu yerga, mana bu guaninimiz 20 ta. Endi bizdan adeninlar soni so'ralgan. Birinchi ishimiz 40%imiz guanin. Mana bu guanin 40%. Bu 20 tadan tashkil etadi. Endi 10% bu adenin. Qancha deb oladigan bo'lsak, 5 ta kelib chiqadi. Ya'ni adeninda 5 ta nukleotid bo'lgan ekan. Ya'ni DNKmizda 5 ta adenin nukleotidi mavjud bo'lgan ekan. B javobimiz to'g'ri keladi bu yerda.